issiqxonaga soy setga so'rayotganlar davomida eng sifatlilarini tavsiya beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Xabaringiz bo'lsa, 2025-yil oxirida Ali Baraka jamoasi bilan Xitoyga, ya'ni mana shu soy setkani ishlab chiqaradigan zavodga tashrif buyurganimizda har bitta joylarini etapma-etap tushuntirib berganmiz. Ya'ni O'zbekiston havo sharoitlariga mos bo'ladi. Ya'ni bizning issig'imiz juda ham quruq bo'lishini hammasini etapma-etap tushuntirib ketganmiz va bizni xohlaganda sifatli qilib ishlab chiqarishdi va Ali Baraka korxonamizga yetib keldi. Mana shu soy setkadan tashqari va plyus sizlar 2-3 yil bemalol xotirjamlik sotib olasizlar deb qo'la olaman. Dehqonlarimizning talab va takliflariga binoan o'lchamlari bo'yicha yengillik razmerlari qo'shganmiz. Ya'ni quyidagi razmerlari mavjud, hamyonbop narxlarda chiqadi. O'zingiz uchun skrinshot qilsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, setga titilib ketmasligi uchun bir emas, ikkita emas, 3 ta chok tushirilgan. Agar sizlarga mana shunaqangi sifatli soy setkalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilib, arzon narxlarda sotib olsangiz bo'ladi. Va bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan va tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'ying.